Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz xalqim, qarshingizda Sherzod Sobirov. Ushbu dasturimga ajoyib videolarni joylaganman va tayyorlab qo'yganman va malol kelmasa, mana shu sizlarning xonadoningizdan ham farishtalar tark etmasligi va ishlaringiz hamisha oldidan kelib, doimiy tanu joningiz sog' bo'lishligi uchun bitta like bosishni unutmang. Albatta, avval mana shu videolarni o'zingiz ko'ring va o'zingiz guvohi bo'ling. Mana men nima uchun mard bo'lib o'zimga ishonganimdan har bir dasturimda aytaman, oshing halol bo'lsa ko'chada ye deb. Men bilan ana shu silab qo'yadimi, boshqa qiladimi, dam soladimi, ruqiya o'qib, boshqa va hokazo. Isbot dalili bilan keltirib beradigan inson bo'lsa marhamat. Men tayyorman. Avval mana shu video dasturimni tomosha qiling va undan keyin davom etamiz. Marhamat. توكلت على الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun 9-mart kuniga dushanba. Mana hozirgi mana shu uchib yurgan subhanalloh, mana shu alhamdulillah avvalo mana shu farishtalarning xonadonida doimiy bo'lishliklari va men shuning uchun ham avvalo Alloh o'zi xohlaganda shu holat bo'lyapti va meni yaxshi ko'rganda va shuning uchun ham men o'zimga ishonganimdan aytyapman. Avvalo Alloh mana shu tibbiyot olmagan kasalliklarga mana shu dunyoni uchiga ketib turgan bo'lsa ham internet tarmoqlar uzilish bo'lmasa, albatta inshaalloh shifo topishligiga albatta men o'zimga ishonaman. Chunki Robbil alamin Alloh Parvardigor o'zi meni qo'llab turgan paytida حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فهذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل الدبات وسعة الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek mana shu farishtalarni uchib yurishliklari, sakrab yaxshi e'tibor bersangiz orqalarida mana shu nur bilan uchib ketgandan keyin orqalarida nur bilan tekilib qoladi. O'zingiz yaxshilab tomosha bajo aylang. Xo'p, yana aytaman, agar mana shu o'ziga ishongan silab qo'yadimi, sepadimi, boshqa qiladimi, dam soladimi, bunday qilib aytganda oshing halol bo'lsa ko'chada ye degan maqolga men albatta amal qilaman. Qolganlarga ham shuni tavsiya qilaman. Marhamat, oshing halol bo'lsa, mard bo'lib
men bilan maydonga chiqing. Xohlang madaniyat saroylariga, dvoreslarga 3000 ta 5000 ta odam sig'adimi? Futbol o'yingohlariga, stadionlarga nechta odam sig'sa ham men boraman. Qayerga bo'lsangiz chaqiring, dunyoni u chekkasidagi joyga bo'lsa ham yetib boraman. Bu Allohni Qur'onni, masalan, o'zini Qur'on Allohning kalomini men odamlarga mana shu sura va oyatlarni shifo bo'lishligini isbotlab qo'yaman. Albatta yana shu o'rinda aytaman, tibbiyot qolmagan kasalliklar bo'lsa, sog' va salomat bo'ling. Mana ushbu videoni ko'rganingizdek, shu o'rinda aytaman, agar bemorlarni mana shu shifo talabidagi, tibbiyot topolmagan kasalliklarda aziyat chekayotgan bemorlarimizga meni tavsiyam mana shu doimiy ahd qilib 3 marotaba o'qitish kerak. Agar kuchli bo'lsa, masalan 3 yil, 5 yil, 2 yil va hokazo 10 yil, 15 yil bo'lib ketgan, 20 yil, 30 yil sehrda ko'milib ketganlar ham shifo topishdi. Qachonki mana shu 7 marotaba, 11 marotaba o'qitganlar bo'ldi. Mana shular Allohning izni bilan albatta bir martada ham shifo topishganlar bor. Shuning uchun aytaman, bir marta o'qitib, to'g'ri, bir martada ham uyoqli bo'lasiz. Albatta shaxsan men isbotlab beraman, chunki o'zimga ishonaman. Chunki sababini ko'rdingiz, xonadonimdagi farishtalarga o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Muolaja holati asosan mana shu bomdodga yaqin o'qilsa, kelsangiz, masalan, bomdodga yaqin yoki bu yerda bo'lmasa ham, menga bo'lmasa ham, qayergadir borsangiz ham, mana shu bomdodga yaqin o'sha subh paytidan boshlangan paytida dam soldirib, keyin mana shu asr bilan shom orasida yoki mana shu holatingizga qarab turib, masalan, ana shu muolaja olib borayotgan insonni gapiga quloq solsangiz, ana shundagina siz shifo topib ketasiz to'la to'kis inshaalloh. Agar tibbiyot topolmayotgan kasalliklar bo'lsa va tug'ma bo'lmasa. Chunki menda shaxsan mana shu epiletsiya bo'yicha ham, ko'z ko'rish qobiliyatlari o'ta vzreniyasi tibbiyot tomonidan ham topilmagandan va hokazo mana shu kardiologiyada yotganlar, asosan mana shu hattoki qo'ng'iroq qilib turishdi, mana shu xirurgiyada operatsiya davomida va operatsiyadan chiqqandan keyin ham masalan muolaja olib turdik. Allohga behisob shukr. Barchalari hamisha albatta o'zlari his qilib turishadi va o'zlari sezib turishadi. Men fakt bilan aytaman. Oshim halol. Men oshimni ko'chada yeyman. Hech kimdan berkitib yoki harom luqma bilan men hayot kechirmayman. Meni kasbim ko'p. Men mana shu onazorim rahmatlikka tavsiyalariga binoan mana shu shifo talabidagi bemorlar bor, o'g'lim. Alloh senga shunday farishtalarni berib qo'ygan. Alloh o'zi seni qo'llab-quvvatlab turgandan keyin, o'zi xohlagandan keyin nega mana shu shifo talabidagi bemorlarga yordam qilmaysan deganlari uchun rahmatlikka gaplarini o'ylab yana shu YouTube'da ijtimoiy tarmoqlarda mana shu silab qo'yibdi yoki
qilyapti yoki bundoq qilyapti, doktorga bordi, hattoki doktorda davolandim, doktorlar shuncha pulimni oldi, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Lecheniyalar tugagandan keyin demak biz qo'limizdan kelganini qildik, marhamat ketavering degan doktorlar ham juda ko'p bo'lishibdi. Qaysi yo'nalishdasiz? Dam solasizmi? Marhamat chiqing. Folbinmisiz? Parixonmisiz? Men o'qib yuboraman, men bo'qib yuboraman, qo'y so'y, tovuq so'y, mol so'y va hokazo qiladigan folbinchalar, sehrgarchilar va baxshichalar, qo'pol qilib aytganda. Mardmisiz? Maydonga chiqing. Xohlaganingiz bilan, xohlagan yo'nalishda, xohlagan kasallikka, tibbiyot topolmagan kasalliklar bo'yicha men birinchi o'rinda raqobatchiman sizlarga qarshi. Xotirjam bo'ling. Qo'pol qilib aytganda, haqiqatni aytaman, Izraildagi haqiqiy yahudiy jugutlar Izrailda deyiladi. Mana shu sehr bilan shug'ullanadigan, hattoki o'shanga qildirgan bo'lsa ham, men ushbu hozirgi mana shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, mana shu farishtalarim bilan birgalikda birgina ixlosli o'qib u yoq bu yoq qilib tashlayman. Qilingan sehrni u yoq bu yoq qilib tashlayman. Aqlim yetadi. Va men o'zimga ishonganim uchun YouTube kanaliga chiqib gapiryapman, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga. Shu o'rinda aytaman, onlayn o'qish to'xtadi. Onlayn o'qish, chunki mana shu onlayn tarzida men faqatgina yoshi kattalarga imkoniyat yaratib qo'ygandim, shularni yo'llarda charchab, toliqib, sarson sargardon bo'lishmasin degan maqsadda. Mana shu onlayn tarz orasida folbinchalar o'zlarini o'qitishdi. Parixonlar, baxshichalar o'zlarini o'qitib olishdi. Va albatta shu o'rinda haqiqatni ham aytaman, masalan, men folbinlik qilganman, lekin tavba qilganman. Allohga doimiy men ibodatdaman va sajdadaman. Deyishgani uchun men qaytganim yo'q va mana shu muolajani oxirigacha olib borib qo'ydim, olib borishib qo'ydim masalan. Shuning uchun onlayn tarzida o'qiyman, o'qimayman emas. Kimlar uchun? Faqatgina mana shu shifoxonalarda yotgan yoshi katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz uchun. Marhamat, agar yana qaytarib aytaman, oshing halol bo'lsa ko'chada ye degan maqolga amal qilsangiz, marhamat chiqing maydonga va g'iybat qilib, bu unaqa, bu bunaqa ekan, bu nima Ozarbayjonda qamab qo'yibdi degan gaplardan tiyiling. Ya'ni birovlarni gunohini o'zingizga olib olmang. Shuning uchun men aytaman, kelasi dasturimda albatta hozir kutyapman mana shu Iqbol Soliyevni Ozarbayjon jurnalisti Hayyam Sulayman men davolayman mana deb xullas ustidan prikol qilib, kulib bir nima qilgan ekan. Men kelasi dasturimda albatta mana shu ozarbayjonlik muxbir Sulaymonga mana juda chiroyli gapim bor. Albatta kelasi dasturimga tayyorlab qo'yaman. Chunki Iqbol Soliyevdan hech qanday javob qaytmadi u odamga. Bilmayman endi haqiqatda nimadir gaplar bo'lgandir, nimadir ishlar bo'lgandir. Endi men mana shu muxbir Sulaymonga, Ozarbayjon muxbiriga men chiroyli javob qaytaraman. Albatta kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.